O'zlari nogironlar hamda farzandlari ham nogiron, yashab turgan uylari juda yaroqsiz holatda kelgan. Tez orada bitirib, siz aziz xayri ehsonchilar bilan birgalikda topshirmoqchimiz. Yaqinda mana shu yerda turib rejalarini qiluvdik. Mana Alloh yetkazdi mana shunday yaxshi kunlarga. Muborak bo'lsin. Muborak bo'lsin. Shunchalik qiynaldi. O'zimiz shunday holatga tushmaganmizda, guvohi bo'lganman, tomchi edi uyda qish vaqtlari kelganimda. Sog'lig'im ana shundan orqaga dars ketgandi. Men hozir bularning holatini ko'rib, o'zim quvonyapman-da. 2 oy davomida mana shu uy shu holatga keldi. Yashashga ishtiyoqi baland, kelajakka ishonchi bor bularda hozir. Bugun 13-iyul. Vaqf xayriya jamoat fondi Samarqand viloyati Ishtixon tumanidagi Damariq mahallasidagi bir xonadonning qalbiga quvonch olib kirildi. Rahmat, hammalaringizga rahmat. Yaxshi qilganlarga ham hammalariga rahmat. Birlaringizga ming bersin. Allohu akbar. Azizlar, o'zingizlar ko'rib turganingizdek, Vaqf xayriya jamoat fondi orqali qilgan ihsoningiz haqiqiy haqdorlariga yetib boradi. Albatta o'zbek xalqi bir saxovatpesha xalqda, oddiy bir fuqaromizni shunchalik izozlab, bugungi kunda uyli bo'ldi, vatanni bo'ldi inson. Bu xursandchilik akalar nafaqat oilani, butun qishloqning xursandchiligi bo'ldi. Parvardigorim bu ishga bosh bo'lgan Vaqf xayriya jamg'armasi fondi rahbarlari, muftiy hazrat, quruvchilarimiz, mahalla raislari, oqsoqollar, hojibolarimiz, Ishtixon tumani aholisi nomidan biz o'z minnatdorchiligimizni bildiramiz. Vaqf xayriya jamoat fondi